Taniyar. Ha? Taniyar. Qayerdan bo'lasың? Aravandan bo'laman. Aravandan Gulbar degan ayildan bo'laman. Ha, bu yerdan kim ko'pchilik keldimi? O 3000 adam geldi. 3000 adam keldi. Sen bilganing bu yerda necha odam hozir talqalab yurishadi? Benim bilganim 1000 adam talqalab yuribdi. Men bilganim. 1000? 1000. Ha. Hozir sen hozir 3000 odam keldi deyapsan, to'g'rimi? Qolganini yo'qotadi. Varjoni yurib. Qolgani o'sha men bilan yurganlar 1000 adam, qolganini bo'lib tashagan. Har uchastkaga. Birini Zapatniga, birini Devoga, birini Ucharga. Telefon qarab biladi. Eng cho'ng kim? Eng cho'ng o'sha Gayib qilib İskender aytdi-da bizga. Kim? İskender, Gayib qilib İskender. Председатель высшей счетной палаты. O'sha sheping. İskender. O'shanın baldары kelib, bizning ayılga kelib, men ish qilyapsam, baldarni cho'g'ilib chiqqila mashinaga deb olib ketib qoldi. Biz az kelesinglar deb. O'shandan shaharga keldik. Shaharda Devi degan yerda buqa so'yib tur. Buqa so'yib o'tirib, borib o'tirdik. Sushnaga yerda o'sha menen 15 o'zda 3 soldatga nima qilib qo'ydi, bir gruppadan qilib qo'ydi. Anan keyin o'sha soldatlarga bosh yeyesinglar dedi. Bu o'zi atib tashlaydi dedi. Anan keyin aylajoq o'sha soldatlarning nimesini O'sha İskender aytdi tashlaydi. O'sha aytdi. O'shaning aylajoq o'shaning nimesine qarab bosh yedik da birata. Hozir soldatlar ham senga yordam qilishdimi? Yo'q, janob qo'njoq o'sha ne desa o'shani qilyapti bo'lsa atyapti-da. Soldatlarni ham otyaptimi? Yerga o'zimizning odamlarimizni atib yurdi-da o'sha soldatlar. Polniy mashin hamma uyda selo o'tlashdingmi? Polniydi biz emas. Alay bor onun içinde. Nima var? Atalay bor. O kichik nima alay? Cho'ng alay. Cho'nglardan qancha odam kelgan? Noqat var, oyog'i bilmadim birat. Papan var, Qarasu var. Ulardan necha odam kelgan? Olaydan. Alaydanmi? Oyog'i bilmadim birat. Kamida oyoqdan 3-4 keldi-da. 5000 deb aniq deb aytgan. Ya men ko'rgan 3-4 tane 5000 keldi dedi o'zi. Atchan keldi dedi. Atchan 5000 keldi dedi. 5000 Men shunday Qanday varjonlarga qanday buyruq berdi? Shu talqaga tushkech dedi. Jo просто dan ko'rsan o'ldirish dedi. Yo'q, uyin talqalash ayollarga tishbesh dedi. Sizlar nima ayollarga tishding? Biz ayolga tishgan yo'qmiz. Men Kim tishdi bu? Men tishgan yo'q. Tishganlarni da ko'rgan yo'qman biroq. İskender bor, so'rab? Tishganlar bor biroq. Bor, ha? Soldatlar senlarga anaqa buyruq berib yurishdimi? Buyruq berdi, o'shaning buyrug'ini asqarbasak atib tashlabdi o'zimizning odamimizni. Vayaniylar, ha? Vayaniylar. Sen qaysi territoriyada yurding? Men Cheremushkada yurdim. Suvlarni senga olib berishdimi? Sularni mashinadagi o'sha yerdagi mashinalar talqatib o'sha mashinalar meni olib o'sha olib kelyapti. O'zbeklarning mashinasini o'g'irlashganlar, ashi mashinalarda olib berdi suvlar. Sen ham o'g'irlading mashina? Mashina minalmayda bo'lsa o'g'irlaysan deydi. Minalmayda birat mashina. Shunda mashina minalmaydagi urug'imdagi birat. Senlarga просто talqalash. Talqalash dedi. Yoqadiganlar boshqa bo'ldimi? Yoqadilar men bizden de talqalab jag'ib tashlash dedi. Biroq men talqaladim-da mo'ynim olam, biroq jaqpadim birat chin. Qaysi uylarga kirding? 4 uyga kirdim aniq. Cheremushkada. Qaysi yerlarini bilasanmi? Mashinalarim unutib oldim birat chin. Mana hozir Volgogradni boshi. Короче, kirdingda 4 uyga. Buna o'zi Oshtin mesniylarda yurdi talqalab. Oshtin mesniylari. Kim varujoni yurdi grajdanskodan? Grajdanskodan. Nima, go'ncha o'sha cho'ng'alay yurdi. Aruza olib kelib tarqatildimi mashinalar? Ha? Jalovatdan keldi. Jalovatdan senlarga Kim olib berdi arujani? Bilmayman o yo'q. Jalovatdan keldi dedi. Oshdan yurdimi varujonilar? Yurdi. Qayerliklar? Zapad. Zapad o'sha mesniylar. Privilegiyasiga qancha aruza keldi? Privilegiyali Mercedes yetishib 50 aruza keldi shayt. 50 Hozir mayada ta. BTRlar yordam bergan deylar. BTRlar yordam berdimi yo'qmi? Vayaniylar deydi. Vayaniylar